Toshkentdagi imomlardan Fotihani o'qiyapti, aynni aytolmaydi. Nima deyapti bir kun bilan? Katta imomini aytdi. Alhamdulillahi robbil alamin dedi. Men Allohga qasam quloqim bilan eshitdim. Agar aynsiz aytsa nima ekan? Alam og'riq bo'lar ekan. Unda ma'nosini chiqaring endi. Al-alamin bo'lsa, ya'ni alam og'riqlarga hamdar bo'lsin bo'ladi-da unda. Qanaqasiga bo'ladi? Mana ko'plar aytadi, na'buduni aynsiz aytadi-yu, na'budu deydi. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'inni iyyaka na'budu va iyyaka nasta'budu deydi. Na'budu deydigan bo'lsa, abadiy nima? Yashaymiz bo'lib qolar ekan. Abadiy yashashni sendan so'raymiz bo'lib qolar ekan. Alloh taolodan shuni so'rar ekansiz. Uni jannatda so'raladi. Abadiylikni jannat uchun so'raladi. Nasta'inni qarang, ko'plarimiz aytmaymizmi? Xo'p, imomlar aytmaydi. Lekin mana avom qavmimizda ko'rasiz, aynni aytmay nasta'in deydi. Nasta'in bo'lsa nima bo'lar ekan? O'qing. Ana, vaqt so'raymiz, muxlas so'raymiz bo'lib qolar ekan. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina yordam so'raymiz emas, sendan vaqt so'raymiz. Shu bizga vaqt ber, shu dunyoda qolib ketaylik degan ma'no bo'lib qolar ekan. Alloh asrasin.